Samarqandlik akalarni bilasizlar, to'y qilishi yorvoradi. O'sha uy qurishni ham yorvorishyapti. Biz bu $150,000 uyimizga o'zimizni Kolix mahsulotni berganmiz. Sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, oxirida bitta narxini aytaman. Hammaga qiziq bu narxi. Sanuzelimizdan boshlaymiz obzorimizni. Sanuzelimizga ustaletotda $4,000 ketgan ekan. Lekin hamma narsasi kачественный narsa, egasi ham kачественный narsalarni yaxshi ko'rar ekan. O'shanga bilganlar bo'lsa, rostdan ham $4,000 ketganmi, shu yerga bitta izohda qoldiringlar. Bu xonamiz spanli bo'lgani uchun, oke, ochrangni yaxshi ko'rar ekan. O'shanga ochrang qilib beringlar dedi. Mana bu joyda spanli turar ekan, bu tomonda televizor turar ekan. Men sizlarga bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Bizning artejentamiz devoringiz bemalol nafas oladi, o'zidan har xil hidlar chiqarmaydi. Remontdan keyin ham xonada har xil yomon hidlar bo'lmaydi. Xonani o'zida hidi qoladi. Ko'ryapsizlar, uyimiz juda chiroyli bityapti. Bizga podpiska bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa 100% bitganini ham sizlarga obzorni ko'rsatamiz. Biz bu yerga umumiy hisobda $2,5 mahsulot olib kelganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Hammanglarga rahmat.